Asıl Xorazmshoh surganda davron. Bir yoni Gurjiston, bir yoni Eron. Bu misra bilan behuda boshlamadim hozirgi videomni. Eron xalqi azaldan qadimdan bizlara qo'shni bo'lib kelayotgan xalq hisoblanadi. Bu yon taraflardan ham Xorazmiylar bor. Shuning uchun bugungi kunda bo'lib turgan voqealar uchun Eron xalqiga sabr tilayman. Instagramga girsang ham, YouTube'a girsang ham oldingdan urush chiqib kelaveradi. Bu urushdan kimga foyda, kimga zarar bo'lib turibdi? Faqatgina begunoh, beayb oddiy xalq. Bombani teyinda qolib yotgan bolalarni aytmaysizlarmi? Bir maktab bolalarini ustuna bomba tashlab shunday yo'q qilib berdilar. Agar bu urushdan, bu portlashlardan eson omon qoladigan bolalar bir kun albatta katta bo'ladi. Yo'qotgan yaqinlari uchun, to'kilgan qonlar uchun albatta bular qasas oladi. Men bu videoni behuda olib turganim yo'q, hurmatli dindoshlar. Eron xalqi uchun duoda bo'linglar. Ina shunday ulug' oylardamiz. Hamma eronliklara, ina shu urushda aziyat chekib turganlara sabr tilayman. Allohning o'zi mushkullarini oson qilsin.